Amerikani musulmonlar uchun minus taraflaridan biri bu halol go'sht oddiy supermarketdagi go'shtlardan qimmatligi. Bunga sabab halol go'sht ko'pincha Avstraliya va Yangi Zelandiyadan keladi muzlatilgan holda. Lekin mahalliy marketdan sotib olaman desangiz, u ham qimmat, chunki so'yish protsessi halol qilib so'yish shartlariga to'g'ri kelishi kerak va bu qo'shimcha ishchi kuchi degani. Keyingi sabab esa musulmonlarni ko'payayotgani, halol go'shtga ham talab ko'payayotgani uchun narxlar ancha qimmat afsuski. Halol go'shtlar asosan halol marketda yoki Costco, Restoran Depot va Sam's Club degan katta brend magazinlarda bo'ladi. Bitta juda ham qiziq voqeani aytib beraman. Biz o'zimiz bilan bo'lgan. Biz boradigan Turkiyaning halol marketidan molni tilini sotib olmoqchi bo'ldik va u marketga bir haftada atigi 2 dona molni tili kelarkan, u ham bo'lsa auksionda sotilarkan. Kim birinchi kelib so'rasa, o'sha odamga berilarkan. Men 3 hafta ertalab o'nlarda bordim, ola olmadim, kelganimda qolmagan edi. Oxiri soat 8 da spetsialni o'sha tilni olish uchun bordik va o'shandagina ola oldik. Lekin shuncha harakatga yarasha mazasi O'zbekistondagi go'shtlardek shirinmasdek tuyuladi menga. Nima deb o'ylaysiz? O'zbekistonda go'shtlar rostdan ham shirinmi?